Salom yigitlar, assalomu alaykum Abu Dhabi. Do'stlar, bilasizmi hozir dunyoda nima bo'layotganligini? Bugun men oktagonda o'zimni baxtli his qilmadim, chunki bolalar o'lyapti dunyoda. Urushning qayerda bo'lishini umuman ahamiyati yo'q. Ukrainami, Suriyami, Afg'onistonmi, Falastinmi yoki Amerika umuman ahamiyati yo'q. Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar bolalarning o'limi bu fojia. Men bolalarni juda ham yaxshi ko'raman. Uyda meni kutayotgan o'g'lim bor. U atiga endi 3 oylik. Agar u hatto yig'lasa ham men nima his qilishimni yaxshi bilaman, va lekin kimningdir farzandi o'lsa, unga nima deyishni bilmayman, to'g'risi. Inshaalloh dunyomiz yaxshi bo'ladi. Men shundan umid qilaman. Musulmon, xristian, yahudiy umuman farqi yo'q. Iltimos bolalar, birga bo'laylik, keling. Bu dunyoda tinch, totuv yashaylik, baxtli hayot kechiraylik. Rahmat hammaga yigitlar. Xabaringiz bor, so'nggi 24 soat ichida Hamzat Chimayev va Adam Kadirov, Ravzan Kadirovning o'g'li birgalikda halokatga uchraganligi haqidagi ma'lumotlar butun internetni portlatmoqda. Ikkala tomon ham bu ma'lumotni qanchalik rad etishmasin, bu tobora haqiqat ekanligi ayon bo'lib boryapti. Birinchidan, Checheniston prezidenti Ramzan Kadirov o'z shaxsiy vertolyotini Chechenistondan Moskvaga zudlik bilan yuborgan. Katta ehtimol bilan bu o'g'lini shifoxonaga o'tkazish bilan bog'liq bo'lsa kerak. Internet olamida juda ham faol bo'lgan Chimayev esa bu shov-shuvli ma'lumotlardan keyin hali biror marta ko'rinish bermadi. Na storieslarda, na postlarda. Bu ma'lumotlar fake bo'lishini juda ham istayman, to'g'risi, lekin agar rost bo'lgan taqdirda ham men Chimayevga sog'liq tilayman. U juda ham yaxshi jangchi va eng avvalo juda ham yaxshi inson edi. Siz esa eng so'nggi ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.